Bunun qarang. Sizce bunun için nima bor? Suvmi, haraqmi yoki zaharmi? Bu budilki balkim dunyodagi eng sifatli, eng qimmatli sharbat yoki zamzam suvi bilan to'lgan bo'lishi mumkin. Ammo uning sirtidagi markasi yo'q bo'lg'achqa, hech kim uning qo'l uzatmaydi. Hech kim uning qimmatini bilmaydi. Undaqda uning taqdiri nima bo'ldi? Bu axlatchiligiga tashlab etiladi. Biz muajiratdagi Uyg'ur yoshlari mana shu dahshatli darajada marksiz budilkiga o'xshab qelyapmiz. Kiyimimiz, modimiz, qiziqishlarimiz, tilimiz, yurish-turishimiz, fikrlarimiz shu yashayotgan davlatdagi kishilarga singishib ketdi. İngilizce, Türkçe yoki nemischa ravon so'zlaymiz. Yaxshi universitetlarda o'qiymiz. Ammo kechsa aynakka qaraganimizda ko'zimiz bizdan so'raydi: "Sen zodi kim? Sen shu davlatning fuqarosimi yoki vatani yo'q musofirmi? Yoki faqat bir qirg'inchilikning qurbonimi?" Bu savolga javob berolmagan kuni ichingizdagi kimlik yemiriladi. Kimligi yo'q inson yiltizi yo'q daraxtga o'xshaydi. Shamol qaysi tarafga chiqsa, shu tarafga yiqiladi. Bugun biz "Men kim?" degan savolga javob topamiz. Balkim siz o'zimni kim deb atashning nima ahamiyati bor deb o'ylashingiz mumkin. Keling, sizga bir ilmiy haqiqatni aytib beray. Medisinada plasebo effekti deydigan bir hodisa bor. Doktorlar bir bemorga hech qanday dorilik roli bo'lmagan, oddiy shakar bilan qoplangan bir kapsulni berib, bu dori dunyodagi eng kuchli dori. Seni cho'qim saqaytidi deb ishondirsa, nima bo'ldi bilamsiz? Heliqi bemorning mingisi "Men cho'qim saqayib ketaman" deb ishonib, badanda haqiqiy ximiylik o'zgarish hosil qilish orqali kasalni saqaytib yurdi. Bu nimani bildirdi? Bu shuni bildirdiki, siz agar o'zingizga qanday marka choplasangiz, badaningiz va minginiz shuningga asosan ximiylik modda ishlab chiqaradi. Agar siz har kuni aynakka qarab, "Men bir bechora, vatansiz musofir" deb o'ylasangiz, minginiz kortisol, ya'ni besim hormoni ajratib chiqaradi. Natijada zehningiz tutiladi, harakatingiz ostilaydi, ruhingiz cho'kadi. Ammo agar siz "Men tanlangan elchi, men kelgusining qurg'uvchisi" deb ishonsangiz, minginiz dopamin va testosteron, ya'ni kuch va g'alaba hormoni ishlab chiqaradi. Sizning kimligingiz, sizning biologiyangizni o'zgartirib etadi. Shuni bugun biz shu yirtilib ketgan markani qaytadan chaplaymiz. Men ko'pincha chet elda cho'ng bo'lgan inilarimiz bilan paranglashim. Ulardan bir xil g'alati xijillikni ham his qilaman. Ular maktabda do'stlari "Sen qayerlik?" deb so'rasa, Uyg'ur deb javob berishdan qo'rqadi yoki ishkilinib turib javob beradi. Nimishqa? Chunki ularning kallasida bir xato tanglimi bor. Uyg'ur tang, qirg'inchilik uchirgan, ojiz, yig'lang'u xalq. Hech kim o'zining qurbon bo'lishini xohlamaydi. Hech kim biz bechora deyishni yoqtirmaydi. Shuning bilan nurg'un yoshlarimiz bu ig'ir kimlikdan qichib, boshqa kimliklarning orqasiga yushirinib oladi. "Men turk" deydi yoki "Men musulmon" deb qutulmoqchi bo'ladi. To'xtang. Bu qichish, bu hargiz hal qilish emas. Siz qanchalik "Men amerikalik" yoki "Men yevropalik", "Men turkiyalik", "Men qozog'istonlik" deb tirishsangiz, sizning teningizdagi qon, sizning badaningizdagi u ruh, sizning geningizdagi u tarix hamon sizni tortib turadi. Masala bizning kimligimizda emas. Masala bizning bu kimlikka bergan tabirimizda. Biz o'zimizni surgun qilinganlar deb o'ylaymiz. Shunga ruhimiz tushkun. Agar men sizga "Siz surgun emas, siz maxsus vazif bilan avatilgan elchi" desamchi, bu so'z sizga g'alati tuyuldimi? Keling, biz Qur'onga qarab boqaylik. Tarixda bir yosh o'tgan, uni dal bizga o'xshashlar o'z yurtidan majburiy ayrilgan. Hatto qul qilib setib etilgan. U tilini, madaniyatini bilmaydigan yat bir davlatga, ya'ni Misrga tashlangan. Turmaga kirgan, yolg'iz qolgan. Uning ismi Yusuf alayhissalom. Ammo Yusuf alayhissalom nima qildi? "Voy, men bechora musofir, vatanni seg'indim" deb yig'lab o'ltirdimi? Yoki "Men Misrliklar bo'lib ketay" deb o'zligini yo'qotdimi? Yo'q. O shundoq bir ideyada ediki, mening bu yerga kelishim zolimlarning zulmidan emas, Allohning planidan bo'ldi. U o'zini tashlab etilgan axlat deb emas, balki terilgan urug' deb qaradi. Undaqda urug' degan nima? Urug'ni tuproqning ostiga ko'milsiz, qorong'ulikda qoladi, bisiladi, qisiladi. Dushmanlar o'ylaydiki, biz buni ko'mib endi tugidi. Ammo ular shuni bilmaydi. U urug', u ko'milgan yilda yiltiz tatidi, yerni yerib chiqadi va meva beradi.
Biologiyada soğuqda tavlash deydigan bir qonuniyat bor. Ba'zi oliy darajalik daraxtlarning urug'ini agar siz bevosita issiq, rahat tuproq terisangiz u chirib ketadi. U urug' cho'qim qishning qahrton sovuqini, to'nglashni, qorong'ulikni boshdan kechirishi shart. Chunki shu azobli sovuq urug'ning ichidagi uyquda yotgan o'sish gellarini uyg'otadi. Qarindishim, bizning muhojiratdagi hayotimizmi dal mushu tovlanish jarayonidir. Agar biz rahat yashagan bo'lsak, balkim ichimizdagi o davlat qurish iqtidori mangu uyg'onmaydi. Allah bizni chet elning qishliq tuprog'iga ko'mdi. Bu jazo emas, bu bizning ichimizdagi eng kuchli yiltizlarning uyg'onishi uchun birdan-bir yo'l edi. Yusuf alayhisalom Misrning tilini, iqtisodini, siyosatini o'rgandi. Eng oxirida Misrning g'azinasiga boshliq bo'ldi. Va qachonki o'z yurtida ocharchilik bo'lganda, o'z oilasini, o'z qavmini kim qutqizdi? Dal shu musofir Yusuf qutqizdi. Qarindishim, bu hikoya sizga tonish keldimi? Bugun Alloh sizni Amerikaga, Yevropaga, Turkiyaga, O'rta Osiyoga sababsiz chiqarib qo'ymadi. Xitoyning zulmi faqat bir sabab. Bu yerdagi haqiqat shuki, Alloh sizni bu yerga kelgusidagi vataningizni qutqizish uchun kerak bo'lgan ilm, boylik, tajribani to'plashga avatdi. Siz qochqin emas, siz kelgusi davlatning Yusuflari. Sizning chet elda yashashingiz taqdirning bir strategik o'rinlashtirishi. Undaqda biz kim? Nurg'un yoshlar men aralashma bo'lib qoldim deb og'rinadi. Men deymanki, bu sizning eng cho'ng kuchingiz. Metal tavlash ilmi bo'lgan metallurgiyada bir haqiqat bor. Sap temir yumshoq bo'ladi. O'ng'ay egiladi va tatlashadi. Ammo siz shu temirning ichiga azroq karbon va boshqa metallarni qo'shib, yuqori temperaturada qizdirsangiz, u po'latga aylanadi. Po'lat temirdan nechasi qattiq, u datlashmaydi, egilmaydi. Osmon palak binolarni faqat po'lat bilan qurg'ilib bo'ladi. Bizchi, bizning sap temirimiz, bizning uyg'urligimiz, iymonimiz. Bizning chet elda o'rgangan tilimiz, bilimimiz, zamonaviy texnikalar bo'lsa, bu xuddi karbonga o'xshaydi. Ba'zida sen saplig'ingni yo'qotding deb og'rinishi mumkin. Yo'q, siz ularga shundoq javob bering. Men buzilmadim, men tovlandim. Men endi oddiy temir emas, men bir po'lat. Kelgusidagi Uyg'ur davlatining turklari yog'ochdan emas, dal sizga o'xshash chet elning bilimi bilan tovlangan po'latlardan quriladi. Bu aralashmadan faxrlaning. U davlatga xalqaro qonunni biladigan diplomatlar, Dunyo bankasini tushunadigan iqtisodchilar, zamonaviy shahar qurilishini biladigan injenerlar kerak. Ular kim? Ular dal bugungi muhojiratdagi sizlar. Shunga bugundan boshlab ko'zingizdagi yoshni surtib eting. Maktabda, xizmatda beshingizni tik tuting. Siz o'zingizni men bir kuni qaytib berib, Osiyoning markazida yangi bir madaniyat quradigan injener deb tanishtiring. Yahudilar 2000 yil musofir bo'ldi. Ammo ular har kuni atdiganda bolalarga kelar yili Qudusni ko'rishimiz deb o'rgatdi. Ular musofirlikni yo'qolish emas, balki kuchayish davriga aylantirdi. Bizmi qila olamiz? Hatto texi ulardan yaxshi qila olamiz. Chunki bizning qalbimizda iymon bor. Xulosalasak, siz shamol uchirib kelgan chang to'zon emas. Siz Alloh tarafidan tanlab terilgan urug'. Tuprog'ingiz boshqa bo'lishi mumkin, ammo yiltizingiz va mevingiz shu vataningiz uchun bo'ladi. Undaq bo'lsa sizga 4-chi topshiriq ketdi. Bugun o'zingizga yangi bir tonishtirish tayyorlab oling. Agar bir chet ellik sizdan sen kim deb so'rasa, uningga men bir qirg'inchilikning qurboni deb javob bermang. Bu faqat rahm shafqat qo'zg'ishi mumkin, ammo aslo hurmat qo'zg'amaydi. Uning o'rniga mundaq deb yezib chiqing va yodlab oling. Men Uyg'urman. Men bir qadimiy madaniyatning varisi. Hem bugungi zamonning o'quvchisi. Mening hayotlik nishonim o'rgangan bilimlarim orqali kelgusida dunyoga adolat qo'shadigan yangi bir davlatni qurib chiqish. Bu jumlani aynakka qarab 10 qitimdan ovozdagi titrashning yo'qolib, ko'zingizdagi o'tning yonqunjab yonganligini ko'rasiz. Qadrli Yusuflarim, biz hozir quduqning tagida bo'lishimiz mumkin, ammo shuni unutmang. Quduq saroyga boradigan yo'lning beshi. Biz ata, ya'ni 5-qismda savr va strategiya, ya'ni quduqdan qandoq qilib chiqish haqida suhbatlashamiz. O'zingizning qimmatini biling. Allohga omonat.